Xo'sh, men nima deyotgan edim? Ha, xarajatlar ustida edi. Ha. Xo'sh, sarpolar xususida mana ukalarimizning o'zlari aytadilar. Men to'yda bo'ladigan xarajatlarni aytib qo'ya qolay. Birozgina, xo'sh, mana bu yerda ikkita qo'y. Kechirasiz? Xo'sh, bitta qo'y berib, qolganiga magazinni go'shtini olib bersak, qanday bo'larkin-a? Hay, aylanay. Bitta yalab yulqab boqqan qizimni to'yini magazin go'shti? Yo'q, unaqa demang, qarindosh. Ha, endi qizi borni nozi bor deydilar-da, ha. 2 qop un, 2 qop guruch bozorlik. 3 yashik araq. Aka, 3 yashik kamlik qilarmikin? 4 yashik bo'la qolsin. Sazagingiz bo'lmasin. 4 yashik bo'lsa bo'pti-da. Xo'sh, o'shancha vino, ha. 15 ta shampanskiy. Qizlar ichadi-da buni. Xo'p, 100 ta mineralniy suv. Piva-chi, piva. Piva ham bo'lish kerak. Boringki, uka, sazangiz o'lmasin. Pivo bo'lsa 6 yashik bo'pti-da. Endi to'y kuni ketmasa, bosh og'rig'iga ertasiga ichib olishadi-da. Zarari yo'q. Xo'sh, 1 yashik shokolad, ha. Qora qum. Nukki atnimi degani bo'lar ekan. Ha, endi buni o'zlaring bilasizlar. Bu ham bo'lsa yomon bo'lmasida. 1 yashik prostoy konfet. 1 tonna ko'mir. 1 tonna saksovul. 1 qog'oz qopda makaron. Makaron. 2 qop sabzi. 1 qog'oz qopda piyoz. 2 qop kartoshka. Mayli, buni jarkobga ishlatib yuborishadi-da. Xo'sh, yarim kilo murich. 100 ta belimor. 100 ta pri. Men shunaqasidan chekaman. Ha, aytganday, choyni ham esinglardan chiqarmanglar. 2 kilo indiyskiy choy, 3 kilo 95. Ha, aka, hozirgi to'ylarda gugurtdan tortib tuzgacha berishyapti. Ha, nesini aytmasangiz ham o'zi bilishadi. Albatta gugurt bo'ladi. Ha, gugurt bo'lmasa oshpaz o'choqqa o'tni nima bilan yoqadi singil? Qo'shnilardan cho'p ko'tarib yuramizmi? 2 ta karnay, 2 ta surnay. Bu 2 ta nog'ora, 1 ta doira. Ha, endi bu yog'ini ochiq mashinada taraqa turib gumbadan qals qilib boraveradi-da. Artistlardan ko'p bo'lishi kerak. Agar 2 guruh bo'lsa, biri bu tomondan, biri u tomondan. Jazor bo'ladi-da. Aka, mulla akam ham pochchamga o'xshab qoldimi? Asosan to'y xarajatlari shu.